Assalomu alaykum azizlar. Sizlar bilan doktor Jon Uzoqov. Bugungi mavzuyimiz internetda juda ko'p rezonansga uchrayotgan burun yuvish haqida aytib o'tmoqchi edim, ya'ni gaymarit. Gaymaritda burun yuvish qanchalar to'g'ri? O'zi burun yuviladimi, yo'qmi? Yo bu lorlar o'ylab topgan qanaqadir bir pul olish sxemasimi? Mana shu haqida gapirib o'tmoqchi edim. Demak, burun yuvish o'zi nima uchun kerak degan savol bor. O'sha gaymarit bo'lgan paytingizda, ya'ni xalq tilida biz aytamiz gaymarit deb aytamiz, lekin aslini olganda bu demak sinusit deyiladi. Bu demak peshona bo'shlig'ida bo'lishi mumkin, bu g'alvirsimon kataklarda bo'lishi mumkin yoki bu asos suyagini bo'shlig'ida bo'lishi mumkin va gaymir bo'shliqlarida bo'lishi mumkin bo'lgan holat bo'ladi. Demak, bu yerda yering yig'iladi. Yering yig'ilish natijasida demak o'sha burunda o'ziga xos anatomik o'zgarishlar, ya'ni burun to'sin qiyshiqligi, chig'anoqlari kengayish natijasida yering tabiiy teshiklardan chiqish o'sha imkoniyatlari kamayib ketadi. Ya'ni o'sha burunning ichi shishib ketganligi, umumiy burun yo'li shishib ketganligi uchun. Va buning natijasida o'sha yerda demak yering qolib ketadi. Qolib ketish hisobiga demak mana shunaqangi holatlar yuzaga keladi. Ya'ni o'sha gaymarit, og'riq, peshonadagi og'riq, yuzdagi og'riq, egilgan paytdagi og'riq, doimiy ravishda demak o'sha manqalanib gapirish, xuddi burun yopilganda gapirish, ovoz ichkaridan chiqayotganda gapirish, undan tashqari demak temperatura bilan kechishi mumkin, umumiy holsizlik, intoksikatsiya, ichib ketishi va hokazo. Umumiy olganda bu demak yaxshigina kasallik. Aynan mana shunaqangi holatda burun yuvish eng effektiv davo usullaridan biri hisoblanadi. Endi muammo nimada? Aytilyaptiki, muammo demak bolachalarning burnini yuvish. Bu noto'g'ri, umuman mumkin emas deyilyapti. Unaqa narsa emas. Bu narsa isbotlangan. Kitoblarimizda ham yozib qo'yibdi. Proes usulida yuvish deb. Bu kitoblar bekordan bekorga emas. Bu odamlar ham demak ilmiy izlanishlar olib borilgan. Bu yerda juda ko'p aynan mana shu usulda o'zi yuvish to'g'rimi, yuvish noto'g'rimi deb o'rganilgan va burunni yuvish bu birinchi yordam desak ham bo'ladi. Ya'ni bu yerda o'sha yo'llar ochiladi, demak qolgan yering maksimalni tortib olinadi. Endi qoladigan qoladi albatta, lekin maksimalni tortib olinadi va yeringni tabiiy yo'l, o'sha burunni gaymir bo'shlig'ini yoki boshqa bo'shliqlari tabiiy yo'llar bor. O'sha tabiiy yo'l orqali chiqib ketishiga sababchi bo'ladi. Ya'ni Xudoyim shunday qilib yaratgan insonni. Unda tabiiy yo'l bor, yering o'sha yerdan tabiiy yo'llardan sekin-asta kechqurun uxlayotganda chiqib ketishi mumkin yoki yurganda chiqib ketishi mumkin, silkinganda chiqishi mumkin, chiqib ketishi mumkin, mashinada silkinganda yering chiqishi mumkin. Tortish qobiliyati bor burunni. Tortamiz, to'g'rimi? O'sha paytda chiqib ketishi mumkin. Aynan mana shu passaj qismi, ya'ni chiqish imkoniyatlari kengaygandan so'ng demak tuzalish holati tezlashadi. Ya'ni bu deganiki 100% lorda va tibbiyotda burun yuvish bor narsa. Endi qanaqangi burun yuvish noto'g'ri burun yuvish? Misol uchun chaqaloqcha keldi, 9 oylik, 11 oylik. Unga 50 ml shpritsda o'sha rastvor, eritma yuborib, tortib olish bu noto'g'ri burun yuvish usuli. Nima uchun? Chunki asorat berib yuborish mumkin. Bir anatomik bir-biriga juda yaqin joylashgan sistemalar bor yerda. O'sha orbitaga, ya'ni ko'z kosasiga asorat berib yuborish mumkin va hokazo juda ko'p joyga asorat berib yuborish mumkin. Shuning uchun ham u yerda ehtiyot bo'lish kerak. U yerda 5 ml burunga suv yuborib tortishda o'zi yetadi. Bitta tomonga bitta yuborib, bitta tortib berish bo'ldi, yetadi shuni o'zi. Unaqa nima deydi? 50 ml bu burunga 50 ml bu burunga yuborish kerak emas. 3-4 yashar, 5 yashar bolalarda esa albatta ularda ham xuddi shunday. Ularda ham 10 ml bu burunga, 10 ml bu burunga yuborsa bo'ldi. O'zi chunki ularda endi rivojlanib kelayotgan bo'ladi. Gaymir bo'shliqlari, o'sha peshona bo'shlig'i, asos bo'shliqlar endi rivojlanib kelayotgan bo'ladi. Ularda unaqa
o'sha sizni tasavvuringizda gaymaritdan bo'lmaydi. Chunki juda ham tez ular ko'p harakat qiladi va juda ham tez demak almashib turadi. Lekin o'sha burundagi boya aytganimdek o'ziga xoslik. Bu bola burunda go'sht bo'lishi mumkin, chig'anoqlar kattarib ketgan bo'lishi mumkin yoki burun to'siq qiyshiqligi bo'lishi mumkin va boshqa kasalliklar bo'lishi mumkin. Shuni hisobiga demak passaj yiring chiqishi ehtimoli kamayganligi uchun u yerda demak o'sha yiringni tezroq chiqarishga yordam beradigan usul bu. Bu boshqa narsa emas. Shuning uchun ham uni demak maksimum o'sha bolachalarni 5 kun yuvsa shuni o'zi yetadi. Maksimum bo'lmasa 3 kun. Biz masalan 3 kun yuvamiz. Chaqaloqchalarni bir marta yuvib beramiz, bo'ldi. Uyga ketaveringlar, mana bu narsani qilib qo'yinglar deb aytamiz. Keyin o'sha aytamiz aspirator bilan qanday ishlatishni. Burunga o'sha maxsus spreylar sepib qanday qilib aspirator bilan ishlashni o'rgatamiz. Bo'ldi. Endi kattalarda esa kattalarda to'liq ko'rsatma bor. Bemalol yuvdirsa bo'ladi. Xohlasangiz 100 ml bu burunga, xohlasangiz 100 ml bu burunga, 200 ml ga bemalol yuvsa bo'ladi burunni bemalol. Hech qanaqangi unaqa emas. Lekin albatta ularda ham davomiy masalan eshitganmiz 20 kunlab yuvdirganlar bo'lgan. Shart emas unaqa 20 kun yuvdirish. O'zining tabiiy teshigi bor uni. O'zi o'sha yeringning asosiy qismi 3 kun, 4 kun, 5 kunda chiqib ketgandan keyin bo'ldi, o'zi almashtirib tushib turaveradi uni o'zi. Shart emas, burunni ochib qo'ysangiz bo'ldi spreylar bilan. U ham maksimum bir hafta 10 kungacha spreylardan foydalanish mumkin. Bo'ldi. Keyin o'zi siz sekin-asta organizm o'zini o'zi ko'tarib, o'zi o'sha infeksiya kamaygandan keyin o'zi kurashib, uni infeksiyani bartaraf qilib tashlaydi. Bunaqa qilib 20 kunlab, 30 kunlab, 40 kunlab yuvish kerak emas, chilla qilish burunni. Bu noto'g'ri. Shuning uchun azizlar, burun yuvish bor narsa. Bemalol burunni yuvdiring. Albatta burunni yuvdirish kerak, shart, zarur boshlagan paytda bu yordam beradi. Faqat yordam beradi davoni tezroq, yaxshiroq, aniqroq sizga ta'sir qilishiga. Demak, surunkali gaymaritlarda biz faqat operatsiya qilamiz, o'tkir gaymaritlarda emas. Ya'ni siz bir yilda 3-6 teri atrofida gaymarit bilan kasallanayotgan bo'lsangiz, bu o'zi surunkali gaymaritga kiradi va bu yerda demak biz ko'rishimiz kerak, balki o'ziga xos anatomik qanaqadir o'zgarishlar bordir. Ya'ni o'sha orqa fontanella, oldingi fontanella ikkalasi ikkita teshik bo'lib qolsa, mana gaymar bo'shlig'ida ikkita teshik bo'lib qolsa, o'zi bitta teshik bo'lishi kerak, gaymar bo'shlig'ida ikkita teshik bo'lib qolsa, u bunisidan kirib, bunisidan chiqib, bunisiga kiradi, yering o'shanday qilib aylanayotgan bo'ladi. Ochiq eshiklar kuni bo'ladi. Shu narsa bo'lmasligi uchun demak biz uni kengaytirib, bitta qilib kattaroq qo'yib qo'yamiz. Siz gaymarit yana bo'lmaysizmi desangiz, gaymarit bo'lishingiz mumkin operatsiyadan keyin ham. Shuning uchun azizlar, agarda sizda mana shunaqangi muammolar bo'layotgan bo'lsa, siz surunkali gaymarit bilan kasallanayotgan bo'lsangiz va doimiy ravishda kasallanib o'zi me'dangizga urgan bo'lsa, keling oldimizga, biz sizga bunda yordam beramiz. Operatsiya jarayonida demak ochib beramiz va bu kasallik bilan 3 martadan 6 martagacha emas, bir yilda o'sha faqat gripp bo'lgan paytingizda o'sha ya'ni gripp bo'lmaslikka harakat qilsangiz, albatta unaqa kasallik bo'lmaydi. Gripp bo'lmasligi uchun albatta siz nima qilishingiz kerak? Organizm chiniqtirishingiz kerak, to'g'ri ovqatlanish va hokazo, sport bilan shug'ullanish va hokazo narsalar. Mana shundagina siz demak umuman gaymarit degan kasallikni sizdan chiqaraverasiz. Azizlar, agarda sizda va sizning farzandlaringizda yuqori ta'kidlab o'tilgan muammolar yuzaga kelayotgan bo'lsa, bemalol mana shu raqamlarga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin yoki Telegram orqali bizga murojaat qilishingiz mumkin bo'ladi. Biz sizga lokatsiya tashlaymiz. Klinikamiz Samarqand shahrining markazida, Ablastoy больницаning orqa tomonida, Medfast nomi ostida demak joylashgan bo'ladi. Orientir Dinamo stadioni orqa tomoni Ablastoy bilan tutashgan joy. Shashlik o'zi to'g'risi. Mana shu yerga kelib, demak bizdan muolaja olib ketishingiz mumkin bo'ladi. Hamma demak eng oxirgi zamonaviy texnologiyalar bilan demak o'sha eng oxirgi zamonaviy texnologiyalar bilan jihozlangan klinikamiz hisoblanadi va hamma narsamiz albatta sterilniy, o'sha ведущий klinikalar kabi
plazmali sterilizatsiyadan foydalanamiz va bu bizga demak kelgusida mana shu bemorlarimizdagi infeksiyalar bir-biriga yuqmasligiga sababchi bo'ladi. Azizlar, sizning sog'lig'ingiz siz uchun muhim ekanligini yodingizdan chiqarmang.